شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Qarindoshlar, biz ilgirki soatlik darsimizda Sura Baqaradanki 163-oyatni o'qigan. Sura Baqaraning 163-oyatida bu yo'lninki negizlik asosiy masalalari, ya'ni bir ilohlik, Allohning birligi, Allohning borligi, mush masala haqida to'xtalib o'tib ketgan. Alloh subhanahu va taolo bugungi darsimizda, ya'ni 164-oyatda Sura Baqaradanki özünün in'am qilg'uchi ekanligi, insonning in'am qiling'uchi maxluq ekanligi, insonning o'zining yaratilmasidan tortib atrofidagi butun narsalarning, shaylarning yaratilishi inson uchun bo'ysundirilganligi, inson uchun xizmat qilishga tayinlanganligini, buning aqlliq, tafakkur qiladigan, o'ylanadigan bir qavmga nisbatan buyuk bir alomat ekanligini tilg'alib davatudu. Astag'izu billah. Inna fi xalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihi al arda ba'da mawtiha wa batha fiha min kulli dabbati wa tasrifir riyah والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Yani asman ziminlarning yaratılışıda. Keçi gündüzninki almışıda. Ama öyle bilimiz yaşavatımız bunun. Kış, yaz, hem vaktini koruvatımız. Ve denizde kişiliğe menfaatlik şekilde menevatkan paraxutlarda. Allah subhanahu wa ta'ala asmandan sonu düşürüp zimin qurup ölüp boğandan keyin qayta tirilgan bu ahvolda, bu ahvol shamolning yulinishi, osmon bilan ziminning o'tirdiki Allah vazifaga tayinlab bo'ysundirib o'rinlashtirilgan bulut, ularning hammasida aqlini ishlatib tafakkur qiladigan kishilarga yetarlik paket dalil va deb shuna davatdi. Biz bayatın diginimizde Allah subhanahu wa ta'ala özünün rahmeti bilen insanı in'am kılınğıcı, nimet birilgücü süpütüyle yarattı ziminga. İnsan davam nimet sahibi, nimet erişi de insan. Zimindeki barca neslerini insan için yarattı Allah subhanahu wa ta'ala. Hem de muşu meselenin özüge Allah subhanahu wa ta'ala muşu ayette muşu etrafımızdaki mevcudatның üzülen bizge delil keltirip bizni diqqatimizni şu tarafga tortib atdı. Muşu şeylerning özüge üzülen delil keltirib atdı Allah subhanahu wa taala. Dünyadaki ko'rinishlarni, hadiselerini Allah subhanahu wa taala bizning oldimizga qo'yib atdı. Amaliyotda hech kim dünyadaki etrafımızdaki yüzümüz ko'rayotgan, masalan quyosh, ay deyli, keçi gündüzünün ahvali deyli, yer şart deyli, bu neslerini hiç kim men yarattım, men peyda kıldım deb da'vo qilib boqmadi hozirga qadar. Endi Allah subhanahu wa taala iman etmaydigan, masalan, iman etmagan kishilar kelib ilohlik hukmini Allohdan boshqaga nisbat berib bizga o to'g'riliq bir narsa desa, biz ularga deymizki, osmon ziminde temsil kılavatkan bu acayip kainat, yani kuruvatısılar, ziminin üstüde turuvatısılar, asmanın aslı turuvatısılar, bu kainatla
Sizlar yaşayotgan zaman hukumi, yani kecha va kunduzning qanaqa qilishi, almishishi, dengizda ketayotgan paraxutlar, Allah'ның osmondan suvni tushirib, u orqali bir o'lgan zaminni qaqasliqni munbat bir yerga aylantirib, bu yerdan yana giyohlarninki o'sib bir jonliq holatga kelishi. Osmon zaminning o'tirida ne ehtiyojli bo'lsa, shu yerga yomg'ir yog'dirish uchun boradigan vazifalantirilgan bulutlar masalalarining hammasi buni yaratquchining, bularni yaratquchining bulardan büyük ekanligiga dalolat qiladi deymiz biz u kishilarga. Chunki birov o'tirg'i chiqib hozirga qadar shamolni men kontrol qilyapman deb baqmadi. Ammo Alloh dedi, men qildim deyapti. Birov o'tirg'i chiqib oy quyoshni men kontrol qilaman deb baqmadi. Zaminning kontrolligi, dengizning kontrolligi menda deb baqmadi. Yer sharining aylanish, ritmlarining o'rinlashtirilishi, yer sharining quyosh bilan bo'lgan orliqi, atmosfera, klimat, bularning hammasining kontrolligini hech kim o'tirg'i chiqib men deb baqmadi. İnsanlar har qancha haddan assa, nurg'un ishlarni da'vo qilib, o'ziga da'vo qilgan taqdirda, yo'g'ingan taqdirda, ma ishlarni tarixda birisi chiqib, men qildim, xohlagancha kontrol qilib, xohlagancha o'zgartirayman deb baqmadi hozirga qadar. Alloh subhanahu va taolo dal bizning aqlimizni mushu nuqtalarni tepishqa, mavjudotlardagi bizga berilgan ne'matlarga yo'g'on ko'zlan qarashqa, atrofimizda biz uchun bo'ysundirilgan koinotdagi shu shaylarga ibrat ko'zlan qarashqa bizning aqlimizni askartiryotdi. Shunda o vaqtda biz atrofimizdagi bu ishlardan bu oyatning mazmunini olalamizki, ilgirki soat o'qidik. Va ilahukum ilahu vahid. Bizning ilohimizning bir iloh ekanligini biz olalaymiz. Chunki biz takror dedik. Yeni deymizki, biz yuqorida so'zlagan narsalar va undan boshqa butun koinotni birazini men yaratdim deb bir chiqib turgan. Hozirga qadar hech kim men kontrol qilaman deb da'vo qilib boqmadi. Demak, birisi o'tirg'i chiqib men yaratdim, men kontrol qilaman deb da'vo qilmagan ekan, biz shu inson o'ziga xitob qilsak, sen uni yaratmading. Yani insonga xitob qilyapmiz biz. Tabiiyki boshqa hech kim da'vo qilmagan ekan, insonmi uni yaratmadi. Dunyoda shuncha kufrliklar bor. Allohga qarshi shuncha ishlar bor. Shuncha buzg'unchiliklar bor, ammo shu buzg'unchilik, shu inatchilik, shu qarshilikning sohiblarimi men yaratdim deb baqmadi. Demak, xulosalasak, amaliyotdagi butun mulkiyat Allah subhanahu va taologa oid bo'lib keldi ta hozirga qadar. Qiyomatga qadar bu osmon zaminning mulkiyati Allohga oid. Hech kim chiqib buni men qildim demadi va demaydi bundan keyin. Mana buning o'zi butun osmon zaminni yaratuvchi Allohning bir ekanligining nimasi dalili. Sura G'ofirda 57-oyatida Allah subhanahu va taolo la xalqus samawati val ard akbaru min xalqil inson. Yani osmon zaminni yaratish insonni yaratishdan buyuk. Chunki uning masalasi cho'ng. Inson degan bir kichik narsa uning oldida. Walakin aktharan nas la ya'lamun. Ammo insonlarning ko'pincha buni bilmaydi deyapti. Yani biz o'zimizni idora qila olgan bo'lgach, qamda kallamizni qilaman deganni qilib Alloh bizga bergan ixtiyorlik huquqi bu o'lib bo'g'ichi bo'lgan arliqda qo'paman deganni qo'pab deydigan har qancha ig'ri gaplarimiz bo'lsa deb, masalan, kufr gaplarimizni qarasak yashagandan keyin o'zimizga ishongimiz keladi. Sana berilgan muhlat bu. Xohlagancha gap qilish, xohlagancha o'zing tanlab, mengish yo'llarni tanlab mengish. Bu sana berilgan muhlat. Buningni bilan sen o'zligingdan yaratilding yoki o'zingning xo'jayini, hech kimning sana huquqi yetmaydi deb o'ylama. Chunki osmon zaminning masalasi sendan buyuk. Ularni ta hozirga qadar hech kim o'tirib chiqib baqmadi da'vo qilib. Tabiiyki bular Allohning mulki. Endi osmon zaminning yaratilishi hozir biz o'qigan oyatda insondan buyuk dedi. Nimishqa? Chunki kishilar inson zamindan yaratildi.
Biz bilimiz ya Adem Aleyhisselam tuproqdan yaratılgan. Zemin bilen yaşadı. Yaşsımız yaratılışımız zeminden, yaşımı zeminden. Bu yüzden insanlar zeminin evlaları. Doğan gün tabii ki asman zemin insanların çoğunu şeyine. Çünkü insanların uzuqtuluğu zeminden, hayatının devamı kılışı zemin üstüde. Allah subhanahu wa ta'ala'nınki insan onundan yaratılgan nesini insandan burun yaratqanlığı aniq. Biz zeminden yaratıldık ya. Ondan keyin tabii ki zemin bizden burun yaratılganlık. Nima uchun bizning yaratilgandan keyin mushu zeminda qana qilish yashashimiz uchun. Ve bunun için biz yaratılışın ilgili muş zeminning jinsidan bizga yeydigan, ichadigan, bizning uzuq-tuluqimizni muş zeminning o'zidan ham yaratib qo'yag'liq. Shuningdek, bu yerda o'ylanishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo insonning yaratilish masalasini Qur'onda o'tirib qo'ygan vaqtida davomli bizga nimani o'tirib qo'ydi desa, mudofaa o'tirib qo'ydi. İnsanning masalasini ham so'zlamaydi bu yerda. İnsandan büyük narsalarning yaratilish masalasini birga so'zlaydi. Bunda olganda insonning yaratilish masalasida qilchilik bir haqqimiz uchun. Doimo shu Qur'onning ifodasi. İnsanning yaratilish masalasi o'tirib tushgan hamonlar insondan büyük narsalarning yaratilish masalasi keltirildi. Bu orqali bizning yaratilish masalamiz oson tushunilsin uchun. Chunki en inatçılık nereden çıkıyordu, karşılık nereden çıkıyordu ise insanın yaratılışından çıkıyordu. Çünkü insanda başka məxluqqa oxşamaydigan bir taraf. Bayatın deganimdek insan məxluqlar içindeki ixtiyarlıq birilgen bir məxluq. Özü tefekkür kılalaydigan bir məxluq. Qilman deganni o'ylayalaydigan, o'ylag'anni qilalaydigan bir məxluq bo'lganligi ustidan xuddi o'zi boshqalar tarafidan yaratilmagandek bir alohida tasavvur qiladi, o'zini tefekkür qiladi. Bu noktadan insanın özde inatçılık, karşılık, inkarcılık yüzmüş ahvali intayin yüksek. Yani bunu qana qilishak dese, senin yaratılışın meselesine oturup koymay, senden büyük. Asman, zemin ve ondan başka nurgun neslerini göz aldığımızda Allah subhanahu wa ta'ala qana qilib ötküzüp atıdı. Gördün neslerini? Bu senden büyük. Sana akıl versem, ihtiyarlık versem, özünce nemi oylap kaldın özünle? Degen şekilde oturup koyup atıdı bunu. Şoňaşqa ayetlerim deydi bizge Allah asman zeminni yarattı, sizlarni yarattı ve hemmesi gaybi iş. Bizning yaşawatgan real dünyayimizdeki bir alahidelik gaybiyat bizning idrokatimizdan yiroqlashtirilgan. Tabii doğandan keyin köge adamı yok, guvoch yok, illaki yaratgan zatdan başqa guvoch yok bunun nisbeten. Anda olgandan keyin bu gaybi iş olgandan keyin gaybi meseleni gaybning sahibi olgan Allah bergen ma'lumotdan elanlar. Özüňle oýlap almaňlar çünki sizler zeminning mahluqlary sizler, zeminde yaşagan mahluqlar sizler idrokatyňlar zeminning dairəsinin sırtığı çıkanmaydı, gayb dünyasına çıkanmaydı sizlerning. Onu gayb dünyası meselesini gaybning egisine eleştirmek gerek. Eğer insan şu tapda bütün dinning ta'limotlarini inkar qilib bo'lgandan keyin o'ziga qarasa, o'zining aslini topolmaydi inson. Nereden kelganligini tushunmaydi inson. Qanday mahluq ekanligini tushunmaydi inson. Ölümnimi tushunmaydi inson. Demak, tushunmaydigan bir mo'ncha masalalar bor. Buni biz g'aybiy masala deymiz. Yani insanın aql idrokatidan sirtqi masalalar. Bu qanday gap insonning yaratilish, tug'ilish, onun bir idrokat paydo bo'lish, mustaqil bir ishlarni qilish, küçüyüş, acizleşiş, dünyadan ketiş, bununla təbir bilənməydi insan özünün real dünyadan bir nəsə elib. Təbir bilənməvatdı həm hazırma. Bunun təbiri nədir desə, bunun təbiri muşunu qeybləşdirib yuşurğan zatının ilkidir. Bunun təbirini Allah subhanahu wa ta'aladan elişimiz gerek. Şunun aşqa Surə Kəhfədə Allah nimdəydi? Mə əşhədtuhum xalqas semavati vel ardı və la xalqa anfusihim. Mə ulanı asman zeminni yaratış, özünü yaratışqa hazır qımıdım bilmeydi ola demek ki ben uqtamıdım bu meselelerini olağa. Yani bunun mahiyetini uqmaydı o insanlar. Bunun yaratılış ayağını kömüdü ola, bilmeydi ola. Fakat işense oldu hazırki dünyadaki bizden qıtqa vazifemiz Allah bizni yaratıp dikendip işensek oldu. Qanda yarattı, tepsi uqmayımız biz. Allah uqmayın davadıdı. وَلَمْ كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُدِلِّينَ عَدُودًا. Ben bunda azduruğucularını, yoldan başkalarını azdurduğanlarını bizim yerden çıkmadım davadıdı.
Demek bu meselelerni insanın idrakatından sırt yaratılış meseleleri arkalık bizni azdırmakçı olan, bu yoldan çıkmakçı olanlardan bize ihtiyat kılışımız gerek. Mesela Jölidğanlar var mesela dünyada anlavatımız asman zaman anda yaratılgan, bunda yaratılgan ayetin birden planet kelgen, onun olsa kalgan birden küçük payda olgan o ayrılış arkalık büyügen insan, maymunun yaratılgan insan anda hemmesi asıl. Hiç kim vakti bir narsa okumaydı. Çünkü bu gayb malumatıga tava malumat, yani gayb dairesiga tava. Dedik ki gayb nima? İnsan idrakatından sırtqı işler. Allah nurgun işlerini hiç kim inkar kılamaydı bunu. Müslüman olsun, kafir olsun. Ya ki hazır dünyanın köp bir taraflarını kontrol kılatkan imparatorluk olsun. Mesela hazırki büyük devletler olsun. Ertesi ülemde, ögün ülemde okumaydı. Özüne kaçayıldı Allah'ını. Bunu itiraf kılıdı ya. Muşunun özülem insanın bir gayb de bir nesinin bağlıq etrafıda, insanın etrafıda. İnsanın bununla çemberçes bağlanğanlığı, yani üzünün düşünemeydiğin taraflarının bağlılığını inkar kılamaydı insan. İtiraf kılıdı bunu. Del asman zamanının yaratılışı, insanın yaratılışı bu gaybiyatla katarıdır. İnsan bunu put atmaslık gerek. Çünkü insan bilmeydi onu. İnsan bilmeydiğin gibi yaratılğa onu. Demek bu yerde asman zamanının yaratılışı hakkında, insanın yaratılışı hakkında delilsiz, pakissiz, onu bunu da cöylüp insanların azlamakçı olduğu Allah ba. Çünkü ayetinin özde وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُدِلِّينَ عَذُودَ yoldan azdırğıçlarını ben yardım çıkmadım. Azdırğıçlarının bulduğallığını Allah subhanahu wa ta'ala tılıq eləvadıdır. Al-Cöliydi ya mesela kelsek o izlemin degen qoyaşının bir kısmı ittekin ayrılgan insanın asli maymunte andaq munda. Mesela Allah subhanahu wa ta'ala insanın yaratılış meselesini tılgağa vaxtda insanı zeminden yarattım deydi. İnsanın bütün uzuqlanışını hem zeminden kıldı. Mesela hem de bugünkü günde pentexnik kelip hatta şu dinsiz olsun mesela köpünçe möcüzeler, köpünçe dini ilim arkalık, ilim pentexnik arkalık ispatlanılan dini hakikatler dinsizlerin kolundan çıkıdı. Çünkü özüge nispeten bir guvalık olsun için Müslüman dese onu başka yapıp kopudu mesela. İnsanı tahlil kılıp, zemini tahlil kılıp vaxtda insanın 16 ilminettin tarif tapqallıqını oturuq koyudu mesela. Ondan keyin şu munbat tuproqlarni, ziraat terg'ili bo'ladigan tuproqlarni tahlil qilgan vaqtda buning 16 ilminettin tarif tapqanligini bu 16 ilminetning insonning badanidan chiqqan 16 yani tahlil qilingan 16 ilminetlar ayni mas keladiganligini masalan oksigen deymiz 5'i oxirisi mangon demdi şu xil ilminetlarning hammasining o'xshash shakldagi ilminet ekanligini o'tirg'a chiqdi masalan. Şumaşqa Allah subhanahu wa ta'ala men insonni laydan yaratdim deydi. Biz nim deymiz hamda ya Rab sening gaping to'g'ri, sen rost so'zlabsa, hatto bizning uzuq tuligimizni mo laydan chiqadigan ziraatlardan, o'simliklarni qilib deymiz. Boshqa bizning bo'ysundigan qiladigan ishimiz yo'q. Demak, osmon zaminning yaratilish masalasi ajoyib bir masala. Osmon zaminning yaratilishi etrafımızdaki biz üçün yaratılgan nesillerin bizni yaratkan zatqa diqqat qilishimiz to'g'ri keladi. Bekar yaratılmagan mesela, ondan faydalangan insandan başka mahluklar yok dünyada. Şu arkalık Allah'a iman etiş, Allah bir. Şunda ama bunu guvalık etişimiz to'g'ri keladi. Etrafımızdaki yaratılgan şeylerge, mevcudatlarga qarab. Birov bizni azdırmakçı olub, voyaq anda ilhavatı, bunda ilhavatı deymiz ki, biz şu ayeti şundan ketivatımız, aldanqı ayetimiz şu, La ilahe illa huve subhaneh degen şu olan müstehkem bu yolda turuşumuz gerek. Hem de ayetin ahirini davamlaştırırız. Bugünkü ayette Allah subhanahu wa ta'ala bizge asman ve zeminin yaratılış hakkında, ondan keyin kecha kunduzning almış hakkında sözlegen. Allah subhanahu wa ta'ala insan hakkında sözlüge vaxtida kainattaki şeyler hakkında sözleydi.
Kainattaki özgürlük şeyle. Kainattaki şeyler de normalde iki neslige ihtiyaclık. Birisi makanga ihtiyaclık, orunga ihtiyaclık. Yani birisi zamanga, vaqtga ihtiyaclık. Bilimiz makan biz mаңадыған, yaşaydıgan, turadigan yer şu. Zaman kecha kunduz paydo bo'ladigan holat bu zaman. Aslida agar kecha kunduz faqat paydo bo'lmagan bo'lsa biz zaman o'qim olmaydi. Kecha keldi, oy bir kun tugudi deymiz. Kunduz keldi, bir kun boshlandi deymiz. Mush shaklda zaman bizga paydo bo'ladi, zaman paydo bo'ladi. Endi bizga bu oyatda Alloh subhanahu va taolo kecha kunduzning almishini sizlarga buyuk bir dalil pokit va deyish orqali kecha kunduzning almishidagi bir ibratni bizga bermoqchi. Anda olsa kecha kunduzning almishi degan nima desa, birdan keyin yana birisi keladi, kunduzdan keyin kecha keladi, kechadan keyin kunduz keladi degan bo'ladi. Surah Furqonda bu mushaqda bir ma'lumotlar va 62-oyatda va huvallazi ja'alal-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara va arada shakura. Masalalarni tushunmoqchi bo'lgan, vaznasiyat olmoqchi bo'lgan, tashakkur bildirib shukr qilmoqchi bo'lgan insonga nisbatan kecha kunduzni Alloh subhanahu va taolo bir-birisiga agish qildigan qildi davoti. Bunun o'zi yetarlik amaliyotda. Na o'ylab boqaylik kallamizda, butun kallamizdagi kechini yuvaylik, silib supuraylik, kunduzni silib supuraylik. Agar bizga bir vaqt bo'lgan bo'lsa, vaqt degan uqum bo'lmaydi bizda. Sap kecha, sap kunduz bo'lgan bo'lsa, vaqtga uqum bo'lmaydi. Bu ajoyib bir ish, ya'ni kecha kunduz orqali inson vaqt uqumi to'g'riladigan gap bu yerda. Yani kecha kunduzning alınışı demek, kecha davom bo'lmaydi, kunduzmi davom bo'lmaydi degan bo'ladi bu yerda. Surah Qasasninki 72-oyatida Alloh subhanahu va taolo davatida qul ara'aytum Muhammad alayhisalom dang depaqinglarni deb dang dey ularga. İnsanlarga xitob qilib depaqinglar, agar Alloh sizlarga kechini qiyomatga qadar davom qilayotgan bo'lsa, sap qorong'i qilayotgan bo'lsa, men ilahun gayrullah ya'tikum bidiya'an afala tasma'un. İlah va mutu kunduzning yo'qliqni nurini akiladigan boshqa ilohlar bormi deyavatdi. Bir amalsizlikda, ya'ni o'xshash shaklda yana bir oyat va oxirisida qul ara'aytum depaqinglarni agar Alloh sizlarga kunduzni qiyomatga qadar davom qilayotgan bo'lsa, kechikmaydigan, sapla kunduz qilayotgan bo'lsa, men ilahun gayrullah ya'tikum bilayl. Kecha akiladigan boshqa bir ilohlar bormi deyavatdi. Afala tubsirun, afala tasma'un oyatda ilingan bizga xitob. Bu masalani anglamamizda, bu masalani ko'zingni ko'rmayotamda buni. Bu ajoyib bir ibrat amaliyotda. O'yinli farqli bir ibrat. Endi insonning o'zi zaminda yashayotgan bir maxluq, atrofimizdagi butun midravotgan, harakat qilayotgan hammasi bu nuqtada o'xshash. Midravatkan, harakat qilayotgan har qanday bir jonliqninki jim turadigan, harakatni to'xtaydigan bir vaqti bo'lishi kerak. Bu yuzdan vaqt ikkiga bo'lingan. Birisi harakat qiladigan kunduz vaqti, yana birisi jim turadigan, orom oladigan, to'xtaydigan kecha vaqti. Şolaşqa Surah Furqonninki 47-oyatida Alloh subhanahu va taolo bu ne'matni eslatib va huvallazi ja'ala lakumul-layla libasa wan-nawma subata. Alloh sizlarga kechini sizlarni yo'gaydigan bir kiyim o'xshash qildi, kunduzni sizlarga nisbatan uyquni sizlarga nisbatan rahat qildi. Bu ajoyib bir ne'mat bu. Buni inkor qilmaydigan bir ne'mat. Alloh subhanahu va taolo biladi. Kecha hamma odamga ana rahat bo'lavermaydi. Chunki kishilarning ichida kechasi ish qiladigan insonlar bor. Endi buni kechida uyquni bekitdi, kechadagi uyqu desa, inson xuddi kunduz uxlayam. Ya unda emas. Alloh subhanahu bir rahmati, kechasi uxlasak ham bo'ladi, kunduz uxlasak ham bo'ladi. Surah Rumning 23-oyati bor. Va min ayati manamukum bil-layli wan-nahar. Sizning kecha kunduz uxlay olganligingni Allohning cho'ng ajoyib bir dalil pokiti, sizlarga bergan ne'mati da'vatida masalan. Ammo ko'p sonliq kishilar, yani 99% desak, xatolashmaymiz. Kechiga udilinadigan bo'g'achqa bularning hayot ritmi uyquni kechida qildi. Ammo kechida ma'lum zarurat yoki ish yoki boshqa sabab tufayli uxlayolmaganlarga, ya'ni kunduz uxlay oladigan bir holatni berdi. Agar
Hammani gündüz qilayotgan bo'lsa taqachatoq. Hammani kecha qilayotgan bo'lsa taqachatoq. Tamam, kecha kunduz qilib, kechasi uxlaysa, kunduz uxlamaysa degan, kecha kunduz uxlab bo'lmaydigan qilgan bo'lsa taqachatoq. Alloh subhanahu va taolo insonga normal yashaydigan bir holatni berdi. Bu Allohning bizga bergan buyukligi, bizga qilgan rahmatini kecha kunduzning olmishi. Agar kecha kunduzning olmishi bo'lmasa, ma hayot buzuladi. Ya'ni bu yerda bir normal hayot olmaydi bu yerda. Şunlaşqa Allah subhanahu wa ta'ala gündüz vaqti, yani kecha ketib, gündüz başlanğan bir vaqt oldu, çaşka vaqt deyimiz. Bunun büyüklükini bizge bildiriş için Sura Duha'da "Vel-duha vel-leyli iza sajada" qasam qılıvatıdı. Allah addi narsalar bilan qasam qilmaydi. Bizning diqqat nazarimizni tortmoqchi bo'lgan büyük narsalar bilan qasam qiladi. Hemen bilimiz çaşka vaqti, harekatning atdigan vaqti, kun chiqqan vaqt, harekatning boshlanadigan vaqti, kecha harekatning to'xtaydigan vaqti. Har ikkilisi bo'lishi kerak, lekin o'z onda, o'z vaqtida bo'lishi kerak, bir vaqt bo'lmasligi kerak yoki butunlay bo'lmaydigan bo'lmasligi kerak. Cho'qim birisi, yana birisidan keyin. Birisi, yana birisidan keyin insonlarning yashash maishat ritmiga mos shaklda bo'lish kerak. Mana bu bizning bugungi darsimizdagi Alloh subhanahu va taolo aql egalari uchun ishorat qilayotgan ikkinchi ne'mat. Vaqtila fil layli wan nahar. Ondan keyin oyatning oxiriga davom qilamiz, oxirini uzluksiz ketyapmiz. Oyatda birinchi kecha kun osmon zaminning yaratilishi haqidagi bir eslatmalar, eskartishlar bo'lgandan keyin kecha kunduz haqida so'zlab o'tdik. Endi dengizda mangadigan paraxotlar haqida Alloh subhanahu va taolo buni ajoyib cho'ng bir ne'mat sifatida Alloh subhanahu va taolo bizga eskartyapti. Endi oyatda fulk deb bir iborat bor. Buni biz paraxot deb tarjima qilamiz. Fulk degan arab tilidagi bu so'z birlik hem köplük ma'nini tang o'z ichiga olgan. Ya'ni ko'p paraxotlarni fulk deydi. Bir paraxotni fulk deydi masalan. Nuh alayhisolamninki kimyo yasash, paraxot yasash haqidagi mazmunlatligining oyatda "Vasna'il fulka bi a'yunina" paraxotni bizning ko'ngil bilish inoyatimiz bilan yasa dedi masalan. Yani bir paraxot. Endi bu Alloh subhanahu va taolo buni bizga ne'mat sifatida eskartish berdi bizga nisbatan bir o'ylanib baqishing kerak bu haqda. Allohning borliq birligiga dalil bo'lgan dalil bo'lsa nisbatan berilgan deb. Endi shu paraxot suda qanday mangadi inson biladi inson. Su bu shaklda suyuq bo'lmasa, azroq quyoq bo'lib qolsa, masalan, mayli paraxot va boshqa narsalar mangmaydi suda. Cho'qim su paraxot mang'alg'udek darajada biz ko'gunimizdek, bugun dengizda, o'stanlarda ko'gunimizdek bu shaklda suyuq bo'lishi kerak. Bu shaklda suyuq bo'lishi kerak-da. Endi bugungi zamonlardagidek motor ijod qilinishining oldida paraxotlar dengizda mang'adi. Ammo nima kuch bilan mang'adi? Shamol kuchi bilan mang'adi. Shamol kuchi bilan. Ya'ni dengiz qatnash odatda ikkiga bo'linadi. Birisi dengizning suv masalasi ikkiga bo'linadi. Birisi o'stangning suvlari, yana birisi dengiz suvlari. O'stang daryo suvlari, davomli ustun igiz iqindan pastga qarab mang'adi. Endi bizning aqlimiz bo'yicha bo'lgan vaqtda suv ustun iqindan, igiz iqindan pastga qarab mang'adigan bo'lg'achqa daryoda paraxot kema qo'llanishga to'g'ri kelib qolsa, suvning iqiniga qarab minish kerak. Ammo bizning ishimiz iqinning ta'tiris bo'lib qolgan vaqtida bizning ishimiz tugaydi, shuni qila olmaymiz. Lekin bu ne'mat sifatida Alloh insonlarga berilgan bo'lg'achqa, Alloh subhanahu va taolo insonning manfaatini asos qilib para berilgan ne'mat bo'lgan paraxotsiz mang'adigan. Buni aksi iqinga ap mang'adigan bir kuchni ham bilamiz berdi bizga. U o'simi shamol kuchi. Shamol demak kuch demak. Qur'oni Karimda insonlarning kuch quvvatini shamol iborasi bilan ifodalagan.
ve la tenaza'u fatafshalu ve tezhaba rihukum. İxtilaf qilmanglar, sizning hayvonlar, shamolinglar, kuchinglar ketib qoladi degan ma'noda rih degan iboratni ishiltiglik. Bu şekilde insonga ne'mat qilib berildi paraxod. Ya'ni bugungi kunda motor yasilib, bütün paraxodlarning hammasi motor bilan hareketlenip, shamoldan behojat bo'lib, bu vaqt o'tgan sari bizning kallamizda insonlar motor yasab, andikin paraxod mangdi deydigan bir tuyg'u emasmi? Ama bu tuyg'uni asli topamiz biz. Motor yasilishdan ilgirmi, Muşun paraxodni hareketlendiradigan motor bulashdan ilgirmi Allah paraxodni insonga manfaat qilib yaratib bergan bo'g'achqa paraxodlar üstün eqinga qarab mang'alaydi motor bo'lmasa, ya'ni shamolning kuchi bilan. Demak, bu ajoyib bir ne'mat yani. Biz paraxodlarninki mayli bugungidek motor dedingizda mangan holatiga qarasak, yoki motor ijod qilinishdan ilgirki vaqtlardagi dengizlarda, daryolarda yurgan holatiga qarasak, hammada Alloh subhanahu va taoloninki bizga bergan ne'matni qana qila olamiz, o'xshash his qila olamiz. Ayni shaklda his qila olamiz. Ondan keyin oyatninki osmon zaminning yaratilish haqidagi mazmunlari, kechikinchining olmish haqidagi mazmunlar, dengizda kishilarga manfaatli shaklda mangadigan paraxod mazmunlari musha tugida emasmi? Ondan keyin وَمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. Allah osmondan zamin suvni tushirib, qurib qaqshalib ketgan, qurg'oqlashib ketgan, qurib ketgan zamin shu suv orqali asliga qaytib kelib, boshqadan ko'kirib, uningdan ziroatlar, jonliqlar maydonga keladiganida bu bir ne'mat sifatida qana qilyotidi. Oyatda bizga asl qilyotidi. Endi bu gapga qaragan vaqtida ma oyatdagi suv osmondami? Osmondan suvni tushadi deya. Biz deymizki, yo'q, suv osmonda emas, suning asli zaminda. Endi zamindagi muqim zamindagi suv bizning ziroatlarimizni sug'urish yoki o'zimizning ishlatishiga yaramaydi endi. Biz yashagan rayonlarda o'stanglardan suv kelib, uni voy biz kunib ketgan bo'lgandan uni deyalik, uni so'zlaymiz sal turib, vaqtimi? Ammo normal zamin yuzidagi asosan suv ne ichishga, ne ziroat qilishga yaramadi. Chunki tuzluq. Endi boshqa yerda tepiladigan tatliq suv desak, bu bir ma'lum zapas miqdoriga ega, ya'ni unda cheksiz yo'q, dengizga o'xshash. Buning bir ma'lum zapas miqdori va zapisi va shu zapisi tugisa tugaydi. Yoki u suv bu yo'q yerda unda suv bo'lishi mumkin emas ham ya'ni. Anda olgandan keyin Alloh subhanahu va taolo zamindagi, dengizdagi suvni buzilmaydiganga, uning bir xil hozirgi atalib til bo'yicha desak, kimiyalik bir shaklda zamindagi suvlarni buzmay turib turdi. Uning sifatlari, puroqlari, rangi, ta'mi o'zgarmaydi endi. Ondan keyin zamindagi suv yuzi zaminning 4dan 3'ini egallaydi. O'ylama bo'ladi endi. Zaminni shu oldimdagi üstel bir zamin, yumaloq üstel bir zamin desem, bunun 4dan 3'i, yani 70% etrafında dairesi, 71% etrafında su. İnsan yaşayalaydigan quruqluq faqat 21%. Bu orqali Allah subhanahu wa taolo nima qilmoqchi desa, sularning ho'rg'a aylanish xizmatini qulayliklaştırdi Allah subhanahu wa taolo. Su yüzünü ko'p qilish orqali. Chunki ilgirki bir darslarimizda degan esimda su yüzü qanchalik keng bo'lsa, ho'rg'a aylanish shuncha qulay, shuncha tez bo'ladi. Zaminning 3dan 4dan 3'i suv olgandan keyin, ya'ni zaminning ko'p qism yuzi suv degan gapda hamdi bu. Bu yerda ho'rg'a aylanish ahvoli nihoyat qulay shaklda bir tamomlanadi. Endi bizning ko'rayotgan shaklda osmondan suvning tushish masalasi biz bayatni dedikki, bu osmonda emas bu suv deb. Aslında zamindan osmonga chiqqan suv. Bu bir necha bosqichdan bizning ko'z oldimizga yomg'ir shaklda osmondan tushdi bu. Masalan, avval ho'rg'a aylanadi. Ondan keyin birga to'planadi. Toplangan bu suv
bulutqa singishidi. Bulut içidi bunu yani. Andan keyin bulut bu suvni ko'tarib olib, Alloh buyurgan suga ehtiyoj va yerlarga to'kadi. Bu shaklda bizning ko'z oldimizda yomg'ir shakllanadi, yog'ayotgan yomg'ir shakllanadi. Ana bu jarayonni biz keyin bildik bu jarayonni. Yani ilimpen bunu bayqab təşrif boymandayken burun uxmaydı onu. Asmandan suçu deb lam oylaydıqandıq da endi. İnsanlar mesela muşu şekilde bir yağmur yağdırıp bakaylı yoki başka bir xil doğrularni hazırlash jarayonida hordan su chiqarish mesela tibobat doğrulardimi yasash jarayonidami ba doğrularni qaynatib shu qaynagan doğrudan horni yig'ib üstü tarafdan uni ma'lum yo'llar bilan boshqa yoqqa su shaklida hordan chiqqan su shaklida tushiradigan bir ahvollar, ya'ni horga aylantirib, parga aylantirib, pardan su shakllantiradigan bir xil. Bo'lgan xizmatlar qanday shaklda bo'lsin, bu qilgan vaqtida bak zo'r darajada buningga chiqim ketadiganligini ko'rgan bo'la. Horga aylantirish. Masalan, agar yomg'irni o'zimiz yog'diramiz desak, bak zo'r darajada iqtisodiy chiqim ketadi buningga. Bir stakan suni hordan ayirib elish uchun bir muncha vaqt, bir muncha iqtisodiy chiqim, masalan, ammo ilohiy zavod zamin yuzidagi suvni osmonga chiqib bizga yomg'ir shaklda, ya'ni tatliq shaklda uning ustiga dengizdan tuzluq chiqqan hor bizga tatliq shaklda buni yasab beradigan, bu bizga tushib uning ustiga cheksiz, uning ustiga miqdori favqulodda zo'r bu shaklda tushadigan ilohiy zavod uzluksiz ishlayapti. Ama biz bunu uqmaydik. Qana şekilde. Bugün mu aştarak genep tushundik, yana buning energiya, kuchi bunu Allah biladi. Bularning hammasi ichkirilab kirgan vaqtimizda bizning aqlimizni lol qiladigan masalalar. Ya'ni bu yerda bir kuch bor. Bizga mushu ne'matlarni mushu shaklda yetkazib beradi deydigan anga akiladigan bir ish bu. Mushta bir harakat, mushta bir zavod endi bu. Mesela tahmin inçikilep kirsek sudun hor öğreydi avval birinci kademde. Bunun için bular topluşup soğuk rayonga, soğuk eqinga uçraydı. Şunu olan bizge aşı toplaşkan horla, yani su joğlanmasa bizge yağmur süpütü de kana kılıdı, düşüdü. Yani demek Allah subhanahu wa ta'ala bularını özünün hikmeti bilen, inçki hikmeti bilen bizge tuzluq sudan ayırıp çıkıp bizge tatlıq şekilde qana qıvatıdı, çürüp bir vatıdı. Endi bu su asmandan düşkenden keyin ma'lum iqlillahi yıqılıdı, derya oludu, deniz östanlar oludu. Allah subhanahu wa ta'ala'nın yeni bir rahmeti bizge qilgan, aşu su saqlanadigan iqillar, mayli derya olsun, östanlar olsun, bularning o'rnini denizden yuqur qilib berdisinda. Her daim yer shari yumaloq deymiz. Nerede yaşayan insanlar olsun, tatlı su eqinning su o'rni denizning o'rnidan yuksak bo'ladi, yuroq bo'ladi. Nimishqa tatlı su eqini denizga oqsin ki insonlarning ehtiyojini oshqini, ma tuzli denizning suyi tatlı su eqilariga oqmasin. Yani bu sudda tugaydi agar denizning yuzi bizning tatlı su eqillarimiz manbalaridan egiz bo'lib qolsa, denizden suyu ekirde aşıp kalsa, bizden suyumuz tükeydi. Tatlık su menbesi tükeydi o yerde. Yani o insanlar kısıl zarar olduğun gibi. Allah subhanahu wa ta'ala'nın bu bir rahmeti. Su meselesi oyluğan sıra, çoğunqurlap kirgen sıra Allah'ın insana bergen acayip bir rahmet ikenlikini biz bunu alayımız. Yani Allah bu ayette bizge şunu eskertti vadudu. Asmandan sunu qandaq düşüyəgənlikini, məsələn, bunu bizge depirvatı Allah subhanahu wa ta'ala. Muşu su arqılıq Allah subhanahu wa ta'ala ziminni ölgəndiyən kin tirildirdi davadıdı. Mişək ki vaqtda bir nəs deyişimiz doğru qılır. Zimin qandaq oludu. Ölmek demek bir nəsinin hərəkəti toxtamaq demek oludu. İnsan öldü, insanın ən aqalli hərəkəti tiniq. Bu toxtaydı, o qağaçlar təbii toxtaydı. Zimin öldü degan gap, ziminning harakati tugutdi degan gap. Bundan hech qanday bir narsa unmaydi, giya unmaydi, zimin tugaydi. Ammo tugab bo'lgandan keyin shu su shunda tushdi. Bir qitim qurib ketib bo'lgan zimin,
Yani qaytadan köpüp üzge selingan uruqçılarını, taşlangan uruqçılarını yaşatıp qaytadan kökürüp, yani canlanıp oturuğa çıkıdı. Deyişim mümkün. Biz çünkü göz aldığımızda qurup ketken yerlere su kirse, yağmur yağsa, kökəginki külüp ketken bolğandan bizge de ama bir daraxtni misal qilsanglar bo'ladi. Bir daraxtning suyu tugab qurugandan keyin ikinci qadam yaşayamam. Tabii yaşamaydı. Başqa gihlar yaşamaydı. Ama zemin yaşayıptı. Qaytadan asliga kelgan. Bu asliga kelish bir o'zining asli nimasini yo'qotib bo'lgandan keyin, bir narsa o'stirish, undirish xususiyatini yo'qotib bo'lgandan keyin qaytadan paydo bo'lish, o'lgandan keyin tirilgan demak. Sura Hajning 5-oyatida Alloh shuni alohida eskartdi. Wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Sen zeminninki cansız, tip-tiniç, hech narsa o'stamaydigan, undamaydigan bir holatni ko'rsa, biz shunda ustiga suv tushirsak, o zemin qaytadan harakatga kelib, o'stakla boshlaydi. Alloh subhanahu va taolo bularni bizga da'vat etdi Qur'onda. Bir ajaba bir qarab boqishga arzimam deyani, bu qanday harakat bu shaklda. Yana bir oyatda shu sura bayatni o'qigan oyatning oxirida va anbatat min kulli zawjin bahij. Zemin qaytadan gahlarni öndürüşke qana qiladi, boshlaydi. Bu ahvollar bizning bugungi oyatdagi, biz o'qiyotgan oyatdagi fa ahya bihil arda ba'da mawtiha. Zeminni o'ltirib bo'lgandan keyin qayta qana qildi, turgizdi degan mazmun bu. Oyatning oxiriga davom qilsak, zeminni o'lib bo'lgandan keyin turgizdi deb bo'lib va bassa fiha min kulli dabbatin deb bir mazmunga keldi. Ya'ni zeminda canlıqlarını tarqatdı deydi. Canlıqlarını tarqatdı. Ondan keyin va tasrifir riyah, shamallarni qana qilish, o'zgartirish, u yoqqa, bu yoqqa. Shamal mı Allah subhanahu va taolaning ajoyib ne'matlarining birisi. Ko'rimiz shamalning manbasini ne ekanligini hamda izlab berib, bu deb ma'lum yerga to'xtatdi yo'q. Yani onun manbasi var. Onun manbasi bo'lganda ilohiy qudratdan boshqa javob chiqmaydi oxirisidan. Shamallar shimol, janub, sharq, g'arb degandek har xil har yo'nalishda chiqadi. Ammo har yo'nalishda chiqqan taqdirda bu shamollardan bir xil qalaymaqanchilik chiqmaydi yani. Qalaymaqanchilik chiqmaydi. Bu shamol mushu qarama-qarshi o'xshamagan yo'nalishlarning chiqishining o'zimi bizga bir narsalarni akilish uchun, bizning muhitimizda bir yaxshiliklarni paydo qilish uchun o'rinlashtirilgandek. Amaliyotda shu ham. Masalan, sovuq rayondan ba'zi issiq rayon qarab chiqadi. Isib ketgan rayonlarga sovuq shamol keladi. Issiq rayondan sovuq rayonga qarab shamol chiqadi. Soğup ketken rayonlarni isitdi. Bunun qanday bo'lganligini hamma bilan biladi. Isib, qaqasishib, inson tugishaydigan vaqtda, zarar yuz beradigan vaqtda havo so'g'iydi. So'g'ib, undan inson zararga uchrashning oldida isiydi. Buning hammasi biz yashayotgan yerlarda bo'layotgan ahvollar. Biz xilma-xil davlat, xilma-xil rayonlarda yashab baqtuqan meylan. Bilamiz ba'ziya qattiq issiq, ba'ziya so'g'oq, issiqya so'g'iydi, so'g'oqya isiydi. Bu shaklda insonlar normal yashaydi. Buning o'zi Alloh subhanahu va taolaninki insonlarga bergan bir ne'mati. Agar shamol u shaklda o'zgarmay, u yoqdan bu yoqqa chiqmay, masalan, u yo'lnishi unda shaklda bo'lmay, jim to'g'an bo'lsa, bu yerda shamol deb narsa bo'lmaydi o vaqtida. Yoki shamol bir yerdan o'zga chiqqan bo'lsa, biz ba'zi Allohning ogohlantirishini ko'ryapmiz. Bizni vayron qiladigan, ya'ni o'rib cho'yadigan shamollarga bu bir insonga nisbatan bir mashaqqat, jafo bo'ladi. Ondan keyin oyatning oxirisida Alloh subhanahu va taolo yana da'vat etdi: "Was-sahab al-musakhkhar bayna as-samai wal-ard." Osmon zaminning o'rtidagi vazifaga o'rinlashtirilgan bir bulut. Musakhkhar degani normal tarjima qilgan vaqtimizda bo'ysundirilgan deymiz. Ya'ni o'ziga erkinlik berilmagan, vazifasi aniq belgilangan, uning nega ko'rib, nega to'xtaydiganligi muayyanlashgan degan ma'noda. Ya'ni bulut xalqancha turmaydi osmonda. Allohning buyrug'i bilan insonlarning ehtiyojiga qarab, insonlarga ne'mat sifatida o'rinlashtirilgan vazifasining o'rnida turadi. Bu musakhkharninki nimasi, ma'nosi shu.
Bulutların hammasi yana shu o'rlashtirilgan shaklda yana bir yandan ehtiyoj bo'lib qolsa, shamol orqali u yerga yetkaziladi. Bizning ehtiyojimiz bo'lib qolsa, bizning qishimizga yetkaziladi. Bularning hammasi Alloh subhanahu va taolaning insonga bergan ne'mati. Sura Araf'ninki 58-oyatida 57-oyat. İza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayit fa anzalna bihi al-ma. Yani biz su ko'tarib mangan bulutni haydab opirib, qurg'oq suga ehtiyoji bor shaharlarga şu bulutdan su çürümüz davatıdı Kur'an. Fenzalna bihi el-ma. Bu yine Sura Araf'ın 57. ayetine ahtu sanma buldu. Yani bulutның özünün ihtiyarlığı yok bu yerde. Bulut fakat özü belgilengen, buyurulgan yeri vardı, özünün nimesi yok, iradesi yok. Yani yukarıdaki ahvallara qarasak, mezmun çoğun mezmundan başlandı. Asman, zemin. Kichki bizning ko'z oldimizdagi oddiy bulut, biz oddiy deb qaraymiz, masalan, shu yerga to'xtadi. Bu ishlarni tafsili cho'kkan ichiga kirgan vaqtimizda insonningki hech qanday bir o'zining ixtiyorligining bu nuqtalarda yo'qligi, ya'ni insonning atrofidagi butun erishayotgan ne'matlari, insonning huzurlanayotgan huzur halovatlari, aniq aytsak inson nafaslanayotgan bir nafasdan tortib foydalanayotgan narsaning hammasininki Allah subhanahu va taolaning o'rinlashtirishi tarafidan bo'lganligi. Allohning har zaman zimin yuzining qayyum ekanligi bizga aytilmoqda. Ya'ni qayyum demak ne demak? Qayyum demak ishlarning cho'ngidan kichigigacha, ipidan yengizgacha o'rinlashtiruvchi demak yani. Allah bütün işlerimizni bu şekilde qana qilgan o'rinlashtirilgan. Shunga oyatning oxirisi qana shaklda oxirlashidi? Oyatning oxirisi li-ayatin liqawmi yaqilun. Amaliyotda aqlni ishlatgan odamlarga nisbatan, aqlni ishlatgan kishilarga nisbatan buningdan cho'ng dalil paket Allohning barliq birligiga bo'lmaydi. Qur'onga qarab baqsak, davom Allah subhanahu va taolo bizni mushu shakldagi tafakkur, mushu shakldagi aql ishlatishga qanday qilyotdi, targ'ib qilyotdi. Bu oyatda liqawmi yaqilun dedi. Boshqa oyatda yatafakkarun, yaqilun, yatadabbarun, yatazakkarun degan mushu shaklda bizga xitob qilishi qanchalik aqlni ishlatib o'ylan davotdi. Cho'kib kir masalalarga oxirida topadigining men davotdi Allah subhanahu va taolo. İslam'dan başka qanday o'zi haqida o'ylanishga bu şekilde qiziqtiradigan din topolmaysiz. Chunki islom haqida o'ylaning, oxirida topadiganingiz Allohni topsiz, boshqa narsani topolmaysiz. Shuning bilan bugungi darsimiz oxirlashdi. Alloh subhanahu va taolo qalbimizga haqiqiy iymonni singdirsin. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.